Assalomu alaykum. Bugun 14-dekabr 2025-yil. Qishda mana qirovli kuni ham boshlanyapti. Tashqarida yomg'ir yog'ib ochildi. Mana bu pechkamiz gazga moslashtirilgan edi. 76-70-yildan to 2014-yilgacha gaz yoqdik. O'sha yashasin SSR'da davlat boshqaruv tizimi. Mustaqillikning dastlabki yillarida ham yaxshi edi, gaz bor edi. 14 yildan keyin gaz yetishmaydi degan maqsadda gazimizni markaziy quvurdan ajratib qo'ydi. To hozirgi kungacha gazimiz yo'q. Faqat o'tindan pechka qurib o'tin yoqamiz. Bugungi kunda kunimiz g'o'zapoyaga qoldi. Jasurbek, sen g'o'zapoya to'diryapsanmi otajon? Keyin rasmga tushiray seni, qara mana. Mana gaz yo'q. O'tin oldik, bir tilishga o'tin. G'o'zapoya mana 750 ming so'm pulga olindi. Mana mahallamiz bir paytli ittifoq davrida gullab yashnagan edi. Boshqaruv tizimi o'zgarishi natijasida mahallada ega ham qolmadi. Yerlar fermer xo'jaligi tashkil qilindi. Xo'p, nasoslar fermaga o'tib ketdi, fermerlarga. Mahallaga suv bermadi. Ekilgan daraxtlar ham qurib ketdi. 4-5 yil bo'ldi o'zimiz shaxsiy nasos qo'yib, shu nasosdan foydalanib yana qayta daraxt ekdik. Mana hozir daraxtlarimiz ko'zga ko'rinib qoldi. Mana bu SSR davrida kottejga tashkil qilingan bolalar bog'chasi hozirgacha ham ishlayapti. Lekin bola bog'chaga talabiga javob bermaydi, tor. Yozda issiq, qishda sovuq. Bir necha marta talab qildik, lekin hokimiyatdan bog'chaga qurishga mablag' yo'q deb o'zlarini olib qochishdi. Lekin mana ro'paramizda 2 etajli tashlandiq zdaniya turdi. 20 yillar bo'ldi mana shu zdaniya tashlanib o'tganiga. Yangi prezident bo'lgandan keyin nol qimmatida bu zdaniyani sotuvga qo'ydi. Bitta tadbirkor nol qimmatda olib biroz mablag' sarfladida biron ishchi o'rni yaratmasdan yana 2 ta shaxsga sotib yubordi. Hozir mana shu 2 etajli binoni 2 ta shaxs sotib olgan. Hozir ular ham bir ish qila olgani yo'q. Lekin mana shunga bog'chani tashkil qilsa, bog'chani yoki shu yoqqa o'tkazganda edi. Yaxshi bir tipoy bog'chaga ega bo'laydik. Mana bog'chamizni old ko'rinishi. Mana bog'cha. Mana 2 etajli zdaniyani olgan odam hozir bilmadim nima qurayapti, o'zicha proyekt smeta degan dokument yo'q. O'zlaricha qurib mahallani ko'rkini buzishyapti. Mana hozir shaxsiy parnika issiqxonaga keldik. Issiqxonalar ishi uyilgi sezon tugadi. Endi yig'ishtirib olinyapti mana. Buzib tashlandi, bodring bor edi. Bodring tugadi sezoni.
Endi yerda qayta tayyorlaymiz. Mana bu bodiring arasiga kelgan zelen edi. Hozir zelendan ro'zg'orga foydalanyapmiz. Mana bodiringlar yig'ishtirildi. Ularni yig'ishtirib olib, yerni yaxshigina og'darib, yana ekishga tayyorlaymiz. Dekabrda oxiri bilan pomidor ekish niyatimiz bor. Nasib bo'lsa Allohim hosilimizni mo'l qilsin. İşimizga rivoj, omadimizni bersin. Bollarning mehnatiga omadini bersin Allohim. O'zi qo'llab-quvvatlasin dehqonchiligimizda.